$99 ga agar shu iPhone'ni olganingizda idealni yoki o'rtacha holatga keltirish uchun qancha pul sarflagan bo'lardingiz? Bugun shuni ko'rib chiqamiz. iPhone 15 Pro'ning oldi oynasi alishgan originalniy ekrani shu holatda bo'ladi va buni narxi $230 va Face ID o'zi remont qilinadi, maksimum $100 gacha boradi va telefonimizning orqa oynasi qoldi. Orqa oynasi ham mana shunday holatda, shleyflari bo'lmaydi, shleyfsiz bo'ladi, narxi $50. Bu ekranimiz servisning original, ya'ni Apple tomonidan o'zi sotiladigan originalniy ekran va turtuv funksiyalari ham yaxshi ishlaydi, shleyflari ham tepasida bo'ladi. Va Face ID'miz yana o'zi remont qilinadi, narxi $100 va telefonimizning orqa oynasi shleyflari bilan bo'ladi. Telefondan yaxshi, yangi yechilgan $100 gacha bo'ladi narxi. Va o'rtacha holatda telefonni yig'ish $479 ga tushar ekan. Agar idealni hamma narsa originalli yangi bo'lsa, $619 ga tushar ekan. Shu telefonni remont qilgizgan yaxshimi yoki yaxshi holatda ishlaydigan telefonni olib qo'ygan yaxshimi? Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.